Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuninglar xayrli bo'lsin. Turmush o'rtog'im ishdan kelishiga qizlarimiz sirtda turgandi. Ko'chaga chiqish uchun juda ham zerikib turishgandi. Mashinaga ham minmasdan piyoda bironta snack olish uchun magazinga keldik. Yuringlar, sizlarni ham birga olib ketaman. Ko'proq Krogerga kelamiz, chunki Kroger uyimizga juda ham yaqin. Ishdan chalg'ib o'zimiz uchun ham ozgina vaqt ajratdik. Birgalikda sayr qilib, suhbatlashdik. Bolalarimiz bilan ham aylandik. Meni obunachilarim ichida ham gullar yaxshi ko'radiganlar bormi? Bular sizlar uchun. Qizlar, qaranglar, qanaqangi chiroyli gullar bor. Hammasi живой bular. Tuvakda tayyor ekib qo'yilgan. Qanaqa sug'orish kerakligini, qanaqa o'stirish, qanaqa dori berish kerakligini so'rasalar, albatta o'rgatishadi. Bu videoni gullarni yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, ko'rib juda ham xursand bo'ladi. O'zimizga kerakli narsalarni oldik, xo'jayinim pay qildilar. Endi uyga sekin qaytdik, sizlar bilan raspakovka qilamiz. Shunaqa fransuzlarni o'zbekchasiga non $1.49 oldik. Bundan snackcha qilaman. Bu yerda yangilik, mentolovis chiqibdi. Yeb ko'ringlar, sizlarga maslahat beraman. Ta'miga juda ham yoqdi. Narxi $3.99, o'zbek so'mida shuncha bo'ladi. Qaranglar qizlar, svejiy ko'kbezlar topdim. Narxi $1.98. Boyagi nonni ustiga qo'yib, sir bilan pishiraman, juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Ismaloq oldik, kichkinasidan. Narxi $3.49. Bolalarimizga sut oldik, kasha ichmayapti, shu sut beryapman. $8.49.